Xo'p, narx-navolarimizda aytamizmi? Qanaqa bo'lyapti narx-navolar? Asosiysi albatta. asosiy joyi negativ ta'sir qilyapti bunga. Masalan, mana siz mehnat qilib bitta narsani bunday olib chiqasiz-da, o'zingizga ham bilinsa kerak-a? Negativlarni, ha? Negativ juda katta foyda beryapti menga. Bemalol yozishlar mumkin negativ. Asosiy Negativ ketadimi Damas ichiga hozir? namozga o'lchatib qildirganman. Labomi Damasingiz? Yo'q, Damas. Isbotlab beraman, yegizdirib ham qo'yaman kerak bo'lsa. Rayonga yegimizda pishgan, sharbatida pishgan tarvuz olib chiqib beraman, xudo xohlasa. Siz bu shijoatingizni ko'rib, men ham tarvuz yo sabzi ekamanmi deb turibman hozir. Eksa bo'laveradi. Lekin mana shundan bir quyaymikin deyapman. Qo'g'in tarvuz topadi, faqat sharbat quysa demoqchi. Sharbat quysa. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar, issiqxonani ishqibozlari va bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan akalar, opalar, singillar. Biz xudo xolasa Buvayda tumani Qo'ng'irot MFda Alisher akamizning yangi ixtirosini sizlarga taqdim etamiz. Ko'rib turgan joyimizda hozir bolgarskiy ekilgan, bundan tashqari eksperiment uchun pomidorlar va uzumlar bu yerda mujassam bo'lgan. Bu Alisher akamiz chuvalchangni biogumisni suviga qo'shimchalar qilgan holatda aricha qo'laydi deb qo'shimchalar qilgan holatda yangi tabiiy o'g'it ixtiro qilindi. Bu hech qanday ximikatlardan xoli holatda va video davomida u eksperimentlarni katta dalalarga, sabzilarga, tarvuzlarga, uzumlarga qilingan eksperimentlarni montaj bo'lmagan holatini olgan holatda sizlarga ko'rsataman. Mana shu videoda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Video davomida chiqqan nomerlar Alisher akam o'zlari nomerlari. Mana shunaqangi hozir buni tayyorlanish jarayonlari va Alisher akamiz bilan bevosita to'liq suhbatlashamiz. Bular qanaqa ekinlarga qancha miqdorlarda va qaysi paytlarda quyish mumkinligi haqida ma'lumot beramiz. Kimga shu o'g'itimizdan zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol video davomida nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, layklar esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Ishni qilishimiz kerak. Assalomu alaykum Alisher aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamasdan, dehqonchilikga baraka bersin. Mana ancha yillardan beri shu sohada ishlab kelib va o'zingizga yarasha ixtirolar qildingiz. Izlanish natijasi bu ham albatta. Mana o'zingizda agarotingiz va o'sha qarindosh urug'lar va do'sti birodarlarning agarotlariga borib mashq qilgan ixtiroingizni quygan holatingizda qanday natijalarni o'zingiz mana guvohi bo'ldingizki, bizga chaqirib, "Umidjon, buni ko'rsatmasak bo'lmaydi xalqqa. Xalq bu narsani bilishi kerak, ximikatlardan uzoqlashish kerak, tabiiy mahsulotlar yetishtirishimiz kerak" degan bir murojaat bilan chiqqaningiz uchun mana siz oldingizga kelib turgan joyim aka. Bu narsa nima o'zi? Shuni aytaylik. Xudo xolasa, avvalo xush kelibsizlar uyga. Rahmat. Endi bu narsani bir 4 yildan beri biogomis boshlagan edim aslida. Biogomisni qarasam aholi tushunmayapti-da. Keyin bundan ham yaxshi effekt berish kerak deb bunga narsalar qo'shib ko'rdim. Masalan, boshda qo'shganimda 6 xil narsa qo'shganman. Buni hammasini aytish qiyin. Masalan, tushunish uchun kaliy, kalsiy, fosfor, magniy desam bo'ladi, tabiiy faqat. Tabiiylar. Tabiiylar. Ximikat yo'q. Masalan, mineral o'g'it deganda hammasini tushunaverasizlar. Hech narsa yo'q pashti. Pashti hech qaysi yo'q. Faqat men shubha qilib qolaman, faqat menga kelgangacha bo'lib qolishi mumkin. Masalan, moliy degan suvni ichida kelib qolishi mumkin. Ya tarvuz ichida kelib qolishi mumkin, ximikat kelib qolishi mumkin. Men boshqa narsa qo'shmayman. Birinchi o'rinda shu. Keyin masalan mana tarvuz videoni hozir qo'shib ketadi-yu. Tarvuzni masalan 11 любой dori ya bo'lmasa mineral o'g'it desa tushunadi odam, ha? Любой dori mineral o'g'it unaqa darajada katta qilolmaydi. Tarvuz videosini ko'rsanglar 11 baravargacha katta qilib qo'ygan. Endi tarvuzga ko'proq selitra solishadi, karbamid urishadi. Endi xafa bo'lmaysiz, mana uzumga ham solishyapti men. Videolarni ko'pini ko'rganman. Uzumga ham solyapti ekan. Pomidorga endi samsovoy soladi-yu, uni endi meva-cheva deganda uni shoptoli deysanmi, bodom deysanmi, olma deysan, hammasiga men dehqonlarga gaplashib, bobolarga gaplashib ko'ryapman. Hammasiga dori solyapti ekan. Hammasiga solinadi. Hozirgi kunda solish kerak, faqat me'yor bo'lish kerak demoqchiman xolos. Hozir demak sizni tayyorlagan mahsulotlaringizda shunaqa ximikatlar yo'q. Ximikat yo'q. Bu sensatsiya desa ham bo'ladi O'zbekistonda. Boshqa narsalar men YouTube'da tekshirib o'tiribman. Bunaqa yangilik hali hech kim qilgan yo'q. Men o'zimcha olimman yo boshqaman demayman, o'qimishlar emasman. Bu endi izlanishlar natijasida, mehnat natijasi. Keyin yana bitta narsa tajriba ham, yana bitta narsa qo'shib ketaman men. Negativ ta'sir qilyapti bunga. Masalan, mana siz mehnat qilib bitta narsani bunday olib chiqasiz-da, o'zingizga ham bilinsa kerak-a? Negativlarni, ha? Negativ juda katta foyda beryapti menga. Bemalol yozishlar mumkin negativ. Shu negativdan mana shunaqa foydalar kelib chiqyapti. Men shundan reaksiya olyapman. Negativ sizga yoqyapti. Motivatsiya bo'lyapti menga. Motivatsiya ko'tarib beryapti. Tushunaveringlar, mana
Mana ko'rinib turibdi. Dori yo'q mana shunda mana. Mana ko'rsinchi yaqinroqchi mana shuni. O'sha hosilga kirgan. Hosil ko'ringlar. Bugun nechinchi? 23-aprel. 2025-yil. Mana pomidorlar. Tabiiy. Pomidorlarimiz ham tabiiy. Mana hammasi tabiiy uya chiqib turibdi. Alisher aka, hozir buni necha xil mahsulotlarga quyib sinab ko'rdingiz buni? Hozircha men to'shlik burgerlar mana videolarimda bor. Masalan, kanalimga kirsa hammasini ko'radi. Kanalning nomini ham aytib keting. Kanalimizning nomini Abdulla Hoji Begim sizlarda. O'zimning otim Alisher, kanaldan nevaramni otamlar hammasini nomidan kelib chiqarib qo'yganman. Xudo xohlasa katta firma qilamiz degan niyatlar bor. Demak, ana shu kanalga o'tib, kanalga o'tsalar Alisher akamizning eksperiment videolarini ham bir qator ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Men aynan hozir telefonlarda turgan qisqa to'liq videolarni olib sizlarga taqdim etib kelyapman. Mana shu har bir mavzuda to'xtalganda sizlarga ana shu videolarni qo'yishga harakat qilyapmiz. Demak, tarvuzga sinaldi. Tarvuzga sinaldi, sholiga sinaldi, sabziga sinaldi, bodomga sinaldi. Mana bolgarskiy hammasi. Endi bizda hozir masalan dehqonlar kim dehqonchilik qilamiz, bog'bon bo'lamiz so'raveradi. Umidjon uzumni ham ko'rsatib ketadi sal ichkarida. Mana o'tgan yil ekilgan uzum 20 ta 25 ta meva qilyapti. Nima beryapti? Hosil beryapti. 2 yoshli ko'chatimiz. O'tgan yil ekilgan 1 yil meva qilyapti. Tomiri bor narsa edi. Mana shundan ham Umidjonni o'zi ham hayron bo'lyapti. Buna bo'lishi mumkin emas deyapti Umidjon. To'g'ri. Mana hozir shularni gaplashdik. Yaxshi. Qarang, hozir bu o'g'itimiz faqat tomir tomonidan quvvat beryapti. Endi bilamizki, ekinni tomiri, tagidagi o'g'itlari yetarli bo'lsa, kasallikka chidamliligi ham ortib boradi. Ya'ni immuniteti ko'tariladi ko'chatlarimizda. Barg tomonidan hech qanday kasallik ilashgani yo'qmi? Aynan shu o'g'itimiz quyilgan hosillarda. Shu narsani ham bir kuzatdilaringizmi? Ular ko'proq tuta kelib tushyapti. Masalan, men beraman, ogohlantirib beraman men. Masalan, begimiz sog'in deyman, turpoq aralashtirgan deyman. Turpoq aralashtirmay soladi. Shundan negativlik biladi. Nimagaki? Menga yuqlayveradi-da uni ham. O'zi qiladi. Menga yuqlayveradi. Nimaga? Turpoq aralashtirib suv solib qoladi deyman. Baribir turpoq aralashtirmaydi, o'zini soladi. Kuchaytiraman deb o'ylaydi-da menimcha. O'zini qo'yadi-ni. Nimasi yetmay qoladi? Nima deydi? Tajribasi yetmay qoladi. Tajribani so'raydi, aytganini qilmaydi. Odamlardan shuni Xo'p, o'sha siz aytgan usulda tarbiya qilinadigan bo'lsa, hozirgi savolimga javob berib o'tsangiz, siz aytgan usulda tarbiya qilsak, barg tomonidan hech qanday kasallik, hujumlarga chidamliligi qanday bo'lyapti? Yo'q, kasallikni men hali o'rganganim yo'q. Misol uchun mana qanday foyda berishi? Hozir bolgarskiy ekib qo'yibsiz. Bolgarskiy kasallik yo'q. Hosillariga kirib qolibdi. Bilamizki, qalampir, bolgarskiy hammasi bitta oilaga taalluqli. Bularga o'sha mozaika tushadi, qora shira tushadi. Endi tushsa harakat qilamiz, faqat tabiiy. Lekin hozircha ko'ringani yo'q, to'g'ri. Kurashsak ham tabiiy kurashaman deb turibman. Masalan, ko'rinsa, ko'rinadi-yu agar birontasi kasalligi. Kasallik yo'q. Mabodo tushsa ham tabiiy qilib. Nimagaki ko'p YouTube'da o'rslar ko'rsataman-da, o'rslarimiz chesniroq gapiradi, o'rs xalq. To'g'ri. O'zbeklarimiz yana aldab qo'yadi. Xafa bo'lmasin mendan. To'g'ri. Nimagaki negativ orqasida shu yo'lga kirib ketganman men. Masalan, begimiz qilsam, begimizda ham negativlarni gapirdi. Sharbatni qilsam, sharbatda ham begim negativni gapiryapti. Nimagaki dorisi shirin bo'lmaydi dedi. Mana men bir yil isbotlab beraman, yegizdirib ham qo'yaman kerak bo'lsa. Rayonga begimizda pishgan, sharbatda pishgan tozalab chiqib beraman, xudo xohlasa. O'yda rayonda bo'ladi. Bir yildan keyin xudo xohlasa Farg'ona viloyatiga chiqib qolamiz, xudo xohlasa keyin O'zbekistonga chiqamiz. Mazasini solishtiramiz. Mazasini ham solishtirib ko'raverasizlar. Endi baribir kamera ortida turgan negativlar bu mazasini biz men ko'rsatganimiz bilan bilishmaydi-da. Shuning uchun o'sha negativ yozib turganlar tarvuz pishgan paytda kelinglar. Negativlar yozsin. Kelishsin. Men reaksiya olyapman o'shandan. Motivatsiya olyapman. Yozinglar bemalol. Ko'p yozinglar. Shu akamizni negativ. Xohlaganlaringcha mana negativ yozinglar. Akamiz kuchayar ekan bundan buyog'iga. Aka hozir bu kerak deyinglar, men mazza qilayman. Hozir nimani amaliyotimizda o'tay turgan joyimizga borsakda, qanday bu bunyodga kelyapti, shuni ko'rsatsak. Xudo xohlasa. Keyin mana video davomida chiqqan nomerlarni o'zingizga qo'yib boryapmiz. Dastavkalar qanaqa bo'lyapti bu mahsulotimizga? Dastavkalar hozircha Bo'yda rayoni atroflariga, masalan, bir 30 kilometr, 40 kilometrgacha tekin dastavka faqat bir tonna olsa. Hozir ko'rsatamiz, bir tonna yo'nqis qilib qo'yganman Damazda. Hozircha Damazdaman. Keyinchalik xudo xohlasa kattaroq texnika qilmoqchiman. Xudo xohlasa 2 tonna 3 tonnalik yo'nqislar qilmoqchiman. O'zi har tortishiga qarab, o'zi avtomatik dori-dordan tushyapti. Mineral o'tdan tushyapti. 6 barobar, 4 barobar desa ham bo'ladi. 6 barobar desa ham bo'ladi. Yaxshi. Aziz obunachilar, hozir o'sha tayyorlanish jarayoniga o'tib, sizlarga u yerda har bir ko'chatimizga, misol uchun qora ekin yoki mana shunaqangi issiqxona yoki bog'dorchilik sohasidagi ekinlarimizga, mahsulotlarimizga qancha miqdorda quyishlarini o'sha joyda gaplashib o'tamiz. Aziz birodarlar, mana xudo xohlasa prezentatsiyamiz mana shu yerda. Mana shu yerda 1-3 yildan beri mana shu begimizlarda begimiz ham bunday bo'ladi. Begimizni bunday ishlatib 2 oydan keyin begimiz qilib chiqarib bo'lmaydi.
bo'lmaganda 1 yil bo'lishi kerak. Mening hisobimda, agar boshqa bo'lsa bilmayman. Mening hisobimda bo'lmaganda 1 yillik biogo'miz bo'lishi kerak. 2 oylik biogo'miz bo'lmaydi, 3 oylik biogo'miz bo'lmaydi. Shunda farqi bor. Keyin men bu biogo'miz chiqarish uchun chivolchanglarga nihoyatda katta narsa yegizaman. Asarti ko'p bo'lishi kerak ichida. Masalan, asarti ko'p bo'lish uchun masalan tarvuz, qovun, olma, sabzi hammasi toza narsa emas, masalan. Endi qolgani yo boshqasi ham bo'laveradi. Ha, chiqindiga chiqqani. Chiqindiga chiqqanini beramiz. Hammasini toza narsa berib bo'lmaydi, qimmat tushib ketadi u. Hisoblab ko'ringlar, o'tgan yil ko'rsatgan videolarim bor. 7 damas tarvuz tashlaganman shu yerga. Aha. Bir 400 kilo tut berganman. 800 kilo sabzi berganman. Faqat o'sha inib qolgani. Ayni qolgani chiqindi bo'lgani. Olma. Yana nima aytmadim. O'ylab ko'ringlar, eng ko'pini tut berganman. Tutda nimagaki shakar ko'p bo'ladi. Shakar ko'p bo'lsa bu yaxshi edi-da uni. Qo'y baqqan deb bo'yapsiz ekanda, o'zimiz-mi? Juda oson emas endi. O'tib ko'rsa biladi hamma. Xo'p, demak, o'sha o'g'itimizni boshlanish davri shu yerdan boshlanadi. Xudo xolasa. Bu ish jarayonidan ish joyi desak bo'laverar ekan. Asosiy ish joyi shu. Ish joyi shu yer. Xo'p, bu yerda qanday amaliyotlar bajaramiz? Nima qilamiz? Qayerdan boshlaymiz? Xo'p, biogo'mizni ko'rsatdik. Mana shu yerda kamroq bo'lsa, kichikroq bochkalarda aralashtirib beraman. Mishirkalarım bor mana. Aha. O'tkazib bergan nasosim bor. Aha. Mishirkamiz kichkina edi, katta ettirdik. Nasosimiz kichkina edi, uni ham katta ettirdik. Xudo xolasa, har xil totishiga qarab, kerak bo'lsa O'zbekistonga chiqaman deyapman. Hozircha vodiyni amallasak, Xudo xolasa bir yil. Dastlab qilamiz faqat Bo'yda rayoni bo'yicha hozircha 1 tonnadan, mana shu idishlarimiz 3 tonnalik. 3 tonnalik. Asobiy tayyorlatganman bular. Boshqalar bo'lishi mumkin ekan 2 tonnalik, 1,5 tonnalik. Buni asobiy tayyorlatganman, buni ham Damazga solish uchun asobiy. Damazga solinadigan bu etmoqchiligi hozir. Asosiy ha. Shu kirib ketadimi Damaz ichiga hozir? Damazga o'lchatib qildirganman. Labomi Damazingiz? Yo'q, Damaz. Oddiy. Sidinlar olib tashlaymiz u. Ha, sidenda olib qolsa chiqib ketadi shu. Ha, endi oilaga insof bersin deymiz. Barchaga insof. Hozircha indamay turibdi. Avval o'zimizga bersin u. Oxiri ha, sidenda yechganga ham jarima bo'lib ketdi. Xudo xolasa kanistrda olib ketishyapti. Kanistrda. Endi idishda imkon qadar kelishsa o'zlari bilan olib kelganlaringiz ham ma'qul, bo'lmasam shunaqa kanistrlarda qilib beriladi. Yo'q, idishda o'ylaydi-da odam, dehqonlar ayni o'ylaydi, uni yo'li bor, mana shunda olib boraman. Bo'shatib olaveradi. Ish qilsa bo'shatib oladi faqat. Yo'q, kelishamiz desa bo'shag'incha kutib o'tiraman, ilojim yo'q. Shunaqa. Faqat 1 tonna olish kerak. Hozir mana bu idishlarimizda necha litr bo'lyapti bularda? Ularda kamroq bo'lganda aralashtirib osonroq bo'ladi, bunda qiyinroq bo'ladi. Ichiga uni mishirkalar solish qiyin. Shunda kamroq bo'lsa, uni tayyorlab qo'ya qolaman. Shuni o'zida tayyorgarlik chiqaradi. Masalan, kichkinasida qana, o'shanga ham negativlar topadi. Kichkinasiga qana qo'shadi. Miqdor bir xil. Retsept bo'ladi. Masalan, mana gap qo'shib ketaman, Habibimizjon. Oldin ham gapirganman. Bu kerak-da odamzodga. Masalan, qozoqni 5 barmog'ini yomonlashmas bu. Negativ deb tushunmasin hech kim, faqat tushuntirish uchun gapirilyapti. Qozoqni 5 barmog'ida retsept bo'lmaydi. Misol uchun aytib beraman. Qozonga suvni quyadi, go'sht soladi, xamir solib pishiradi bo'ldi. 5 barmoq. Oshda 5 barmoq. Oshda unaqa bo'lmaydi, oshda retsept bo'ladi. So'zni ma'lum vaqtida qo'g'irib olish kerak, go'shtni ma'lum vaqtida qo'g'irib olish kerak, go'sht damlayotgan paytda qarash kerak, hammasini bilish kerak. Retsept bo'ladi. Shunga o'xshab bunda retsept. Kattasidami, kichkinasidami? Meni aldab qo'ymaymikan degan narsa. Aldasam o'zimda aldagan bo'laman. Mabada xalqni aldolmayman-da. Aldasam o'zimda aldagan bo'laman. Meni odam qochadi. Tushunarli. Hozir mana ichkarida Tbilsida aytganimizda miqdorlarni aytib o'tamizdik. Misol uchun 10 sotik yoki 1 gektar hisobida aytadigan bo'lsak, yoki o'sha tarvuz yoki sabziga qancha miqdor quyishimiz kerak? Endi masalan, men aytamanki, masalan mana dehqon odam, qovun tarvuz ekkan odam deb o'ylayman. Birinchi o'rin nimagaki nihoyat katta miqdorda ximikat kirib kelyapti uning orqasidan. Xalq zaharlanyapti desa ham bo'laveradi. Noto'g'ri tushunmanglar. Aniq zaharlanyapti. Bu отравление degani bu zaharlan degani, bu ichki tor bo'lib qoldi degani emas. O'shani tushunasan yaxshi. Shunday. Отравление degani bu ruschadan berib o'tib qo'yganlar zaharlan degan bo'ladi. Ichki tor bo'lib qoldi degani zaharlan emas. Ichi o'tib qolibdi deydi. Ichi buzilibdi deydi. Zaharlan demagan bo'ladi unda. Miqdorlarimiz shunda qancha bo'lyapti? Miqdorimiz xudo xolasa mana 1 gektar yerga 1 tonna deb retsept qilyapmiz. 1 gektar yerga 1 tonna quysa, masalan 7000 ta ko'chat bo'lsa, masalan tarvuz ya qovun, 150 grammdan quygan o'sha videoni ko'rsa, 150 gramm quygan, 14 bir-birgacha katta qilib qo'ygan. Ko'rdik u videoni, hozir qo'yib o'tamiz. Aziz dehqonlar, sizlarga ham tomonidan ko'rsatmoqchi edik. Mana shu dehqon ukamiz mana shu ikkala qatorga kuydizganmiz majburlab. O'zi birinchi bo'lib ishqoz bo'ldi. Hozir mevalar ko'rsatamiz. Qatorda ko'ringlar, palaxta. Mevalar ko'rsatamiz hozir. Mana bu qator ko'rsatamiz, mana bu qatordan ko'rsatamiz. Mana bunda palak uni aytib bormoqar. Endi mevasini ko'rsatamiz. Mana bular mevasi. Mana meva. Javuna katta emas ularda meva. Mana meva bor.
Katta emas. Boru uda unaqangi Hozirlar ko'rsatamiz. Mana qatordan ko'rsatdik. Mana ko'rinib turibdi. 20 tenga degan mevani o'zi. Mana meva. Mana sizlarga ham ko'rsatamiz. Limon mevalar kichikroq mana asosiy meva. Mana shu qatorda ko'rinib turibdi. Mana meva. Mana meva. Ishonsalang bo'ldi. Sharbatni quyganimizning foydasi. Mana shu ukamiz birinchi bo'lib ishlanyapti mana. Bir marta eshitganda ishlanyapti. Odamlar ko'rib turib ham ishonmayapti bunga. Dehqonlar tili bo'yicha xo'roz bo'ladi deydi. Mana xo'roz bo'lyapti ekan. Pilahlar. Mana meva. Nari qatorda sezyapsizlar, buna meva yo'q. Bir marta quygan xolos, agar 2 marta 3 marta quysa ham qimmat tushib ketmaydi bu. Kerak bo'lsa arzon qilib beramiz. 2 marta 3 marta olayotgan odamlarga tengma-teng arzon qilib beraveramiz. Xudo xolosa. Mana shu ko'rsatdik. Mana, qayerdaligini ko'ryapsizlarmi? Ishonsalang bo'ldi, dehqon og'aylar, adashmanglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, Abdulla hoji begimizlari bu. Bo'ldi, o'shani o'zi yetadi masalan menimcha. O'shani biz o'shana kelib chiqqanimizdan gektarga 1 tonna. Necha marta quyiladi endi shunaqadan? Men o'tgan yili masalan mana 1 marta quyganini ko'rdim. Bir martada effekt zo'r. 1 martada o'zi bo'lyapti. Masalan, sabzida ham ko'rgansizmi? Lekin mevasini qo'yavering. Lekin shunday ushlab turibman, dehqonni o'zi aytayapti, kesmalar qilib ketdi deyapti. Men aytadigan gapni dehqon aytyapti. Hayron qoldim men. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Sog'lig'ini qadriga yetgan insonlar. Mana qaranglar, mana shu bola ham ishonmagan, bergimiz berganimizda, sharbatdan berganimizda ishonmagan. 20 litr tekin berganmiz. Mana shuga bitta qatorda quyib turgan 15 kundan keyin, bir hafta 10 kunlardan keyin, bir hafta 10 kunlardan keyin o'shani ishonib turib keyin quygan. Mana so'zini qaranglar, ko'ringlar so'zini. mana shu beramiz. Zorida ham buna so'zni qila olmaydi odam. Qoningiz ham o'rmaydi, ichingiz ham o'tmaydi. Sog'lom bo'lasizlar, sog'lom. Ko'ryapsizlarmi? So'z bir kilo chiqib qoladi pashni. Nima solishtirsa bo'ladi buni. Betin o'zida emas, ichida ham shunaqa. Men to'kdan olib. O haqiqiy mana shu begimizning foydasi mana. Men shuni deb bildim, boshqalar Begimiz ta'siri. boshida ishonmadim. 200 litr oqizildi, o'sha tona men kechib bilibdi. Agar vahil bilganimda donni o'rniga shundan solardim. Yerda yormaydi ekan. Payasini ko'rmoqchi o'xshab ketgan. so'zda shunaqa paya bo'larmikan mana. Kesmelda o'xshab ketgan meni. Bir marta quygan, agar 2 marta quysa, voобще bu 2 kilodan bo'lib ketar ekan. Onam bega cholar ketib qoldi. Endi men aytmoqchimanki, og'aylar. Mana Kuyunglar. bog'i borlar turibdi mana. Mana bodomga ham dori solyapti ekan amapos. Endi gilozga ham solyapti ekan. Ha gilozdan mana quyaveringlar, mana shuna foyda beradi bo'ldi. Nima kerak bor sizlarga orcha rasot qilib, hamma yoqda dori qilib. So'ziga kelgan dehqonlar, qulpini ekkan dehqonlar, dori solmanglar, iltimos, men tabiiy narsa chiqarib qo'yganman, sharbat. Begimiz sharbatini chiqarib qo'yganman, 16 xil, 17 xil narsa qo'shaman, tabiiy narsa. Shuni qo'yasizlar, arzon tushadi. Nima kerak bor endi sizlarga? Endi nima deb tushuntirish kerak? Qana isbotlash kerak endi. O'zlariga qaranglar bo'ldi. Ha, mijozlar videoni hammasi ko'rib, o'shanga qarab nima qilyapmiz. Hammasini o'shanga qarab kesiladi, kesilayotgan joylar. Xo'p, narx-navolarimizda aytamizmi, qanaqa bo'lyapti narx-navolar? Asosiy joyi, albatta. asosiy joyi 1000 so'm litri. Masalan, 1 gektar yerga 1 marta qo'ysa 1 millionlik ketadi. Masalan, 2 marta qo'ysa 2 millionlik. Chemikat masalan, mineral o'g'it desa 8 million 10 milliongacha bemalol sotib qilyapti. Shunaqa. Nimaga qimmat tushib ketyapti, nimaga foyda qilmayapman dedi, yaqin o'ylayveradi. Amaliga mineral o'g'itda rasxod qilib bo'ladi o'zi ular. Hozir oddiy 10 sotikli agarotga ham o'zi 1 millionlik chemikat ishlatib qo'yilyapti-da. Demak, o'sha 10 sotik miqdoridagi solinadigan joydagi pulga buni oladigan bo'lsangiz, 1 gektar joyga bemalol effektini sezsa bo'lar ekan. Agar tushunayotgan odam bo'lsa, o'zi shunday tarz videosini ko'rganda tushunadi. 10 barobar, 14 barobargacha katta qilib qo'ygan. Hozir mana o'sha video deganingizga tarvuznikini, sabzinikini qo'ydik. Ko'rgan odam o'zi realni tushunadi. Misol uchun men tarvuz sohasiga qiziqmagan bo'lsam-da, ko'rib farqini bemalol ko'rdim. Men YouTube'da ko'raman, mana o'tgan yil dehqonlar nimaga ko'proq rasxod qildi. Birinchi o'rinda ko'payib borgan, ikkinchi o'rinda hammasi ximikat bo'lgandan tashqari totmagan. Rossiya bilan Ukraina endi samo собой yo'q hozir bizda. Rossiya bilan Ukraina totmasa, bizning narsalarimizni yeyish qiyin bo'ladi. Oddiy xalqimizga ko'plik qiladi o'zimizning narsa. Shu robot dehqonchilik qilish kerak, faqat arzon yo'llarni izlash kerak. Mana arzon yo'llar chiqdi mana. Tabiiy qilib beradi shu. O'tgan yil dehqonlar aytgan menga.
hozir video qilganim bor, video qilmaganlarim bor. Dehqonni ichidagi gapini qarang. 15 kunda syomka boraman deb turibman, 13 kunda telefon qilyapti dehqon. Men telefon qilish o'rniga dehqon telefon qilyapti. Ha uka tinchlikmi desam, aka kelmaysizmi, tarozim yiqilib qoldi deyapti. Dehqon jinni bo'lib qolyapti. Ko'rib, natijani ko'rib. Natijani ko'rib hayron bo'lyapti. Men bu yo'ldan qaytib boraman deb turgandim. Negativlar juda kuchayib ketgan ayniqsa. Negativdan zerikib qaytib boraman deb turgandim. Negativ meni qaytardi bu yoqqa. Ertaga qamash ishdi deyapti. Hayotga bo'lgan qiziqni uyg'otdi deng. Yo'q, sen qaytmagan dedi-da. Qaytmagan dedi. O'sha dehqonni bittasi nima deyapti? Tarvuzda oq yo'li oppoq, gladki bo'lyapti deyapti. 17 kilo, 20 kilogacha meva beribdi. Keyin sharbatni quygani kuzgacha o'lmadi deyapti palagi. Mana dehqonlarimiz shuni eslab qolsin. Sharbatni quygani kuzgacha oktyabr oyigacha o'lmadi deyapti. Men sentyabr oyida 7 damas tarvuz tashlaganman, eslasang, videoni ko'rsalaring tushunasizlar. 7 damas shunda borsam sentyabr 1-sentyabr kuni edi. Bitta tirik palag yo'q tarvuzda. Uni yesangiz otravleniya qiladi u. Haftada bir kun qolsa bo'ldi, siz otravleniya bo'lasiz. Bu zaharlanadi degan gap. Otravleniya degani zaharlan degan. To'g'ri. To'g'rimi mijon? Haftada qolgan bir kun qolgan tarvuz, u palag o'lganmi, o'lmaganmi farqi yo'q. O'lmagan bo'lsa boya ziyon qilmaydi-yu. Palag o'lgan bo'lsa agar bir kun qolsa, agar ertasiga yeng siz otravleniya qiladi. Sog' bo'ling. O'sha syomka qilmagan ekanman o'shani. Salomat bo'ling. Sizni bu shijoatingizni ko'rib, men ham tarvuz yo sabzi ekaman deb turibman hozir. Eksa bo'laveradi. Lekin mana shundan bir quyaymikin deyapman men. Qo'g'in tarvuz topadi. Faqat sharbat quysa dema hozir. Sharbat quysa. Arzon joyini topsa. Ha. Mineral o'g'itdan arzon tushadi. Shebozda dohodlik bo'ladi 1.6 million atrofida. Albatta. Mana qaraman. Alisher aka, sizga ham kattakon rahmat aka. Rahmat Xudo avvalasiga. xolasa, mana biz obunachilarga, Umid.uz kanalidan chiqdim deydiganlarga Biz tekshirib turardim jon doim. imkon qadar yo'lida, chiroyli narxlarda, dastavkalarda ham imkon qadar kengroq holatda qilib berishga harakat qilasiz aka. Ishlaringizni rivojini bersin. Mana video davomida chiqqan nomerlar Alisher akamiz nomerlari. Katta dala bo'ladimi, kichik dalalarda bo'ladimi, xo'jaligingizda bo'ladimi, ozgina bo'lsa-da olib borib eksperiment qiling. Ishonsangiz, keyingi yilga hammasini o'zim olaman deydigan bo'lasiz. Men hozir mana kelganimizga 1 soat bo'lgan bo'lsa, o'tirib mana shu telefonda barcha videolarni ko'rib chiqdim. YouTube'da qaysi edi nomi kanalingizni? Abdullahi Hoji Begimizlar. Ana shu kanalga kirib, videolarni o'zlaringiz ham bir ko'ringlar. Men hozir kadrga qo'yganimdan tashqari boshqa kadrlar ham bor u yerda. Sog' bo'ling aka, ishlaringizni rivojini bersin. Hamma omadlarini bersin. Salomat bo'ling. Tinch omon bo'lsin. Sog'lom yashasin, toza narsa yeb. Toza narsa yenglar, sog'lom bo'linglar, like bosinglar keyin. Sog' bo'linglar.